Akalar bir xona kvartirani puliga 3 xonali kottej ko'rsataman. Akalar joylashgan joyi ham zo'r, Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan bo'ladi. Xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kirib kelaverish eshigimizni konditsionerlari bor, kelishuv asosida olib qolsangiz bo'ladi. Tashqariga qaragan oynalar bor, o'zini kotellarga ega bo'ladi. Kir boshini gaz plita o'tdi, pechlarini kelishuv asosida olib qolasiz. Gaz plita shundoq ham qoldirib ketiladi. Bu yerda fartuq qilib bitta mebel yasab olsangiz bo'ladi. Xonadonimizni 100% tupli polda isitiladi. Uy ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Chiroyligina zal qismi bu yoqda mana televizor qo'yish uchun joylari, sharoitlari qo'yib ketilgan. Xolodilniklar ham kelishuv asosida olib qolsangiz bo'ladi. Bir sidra chiroyligina qilib remontni ham chiqazib qo'yilgan. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin. Bolalar yotoqxonasi yaxshigina o'lchamda, tashqariga qaragan oynalari va chiroyligina lustralardan qo'yilgan. Uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham yaqinda aboylarni almashtirib remont qilib qo'yilgan. O'zini tashqari tomon orqa hovlisi shamol aylanish uchun xohlasangiz kredokka sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Veli zontilarni qo'yishga. Bu narxga aniq bunaqangi xonadon topa olmaysiz. Faqatgina bir dona ulgurib qolish kerak, soni cheklangan. Bu yerda mana sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Samishoniy holatda xonadonimiz Yashnobod tumani, ya'ni pochta deyiladi. Pochtadan ozgina kirilganda o'z tashqari tomonlama ham ko'rib chiqamiz. Tashqari tomonlama ko'rishingiz mumkin. Shunaqa 3 ta dona kottejimizga tushgan. 3 ta dona kottej o'rtadagi bo'ladi. Kalit o'zimizda keseli bemalol ko'rsatamiz. Ani bir xil realtorlar bor, ketidan keladigan, ya'ni men reklama qilganimni, ketimdan kelib eshik taqiladigan realtorlar, kalit o'zimda ovora bo'lmaysizlar. Keseli narxi 43 ming. O'zi uchun sotib oladiganlar kelsin, ulgurib qolsin, ipetagiga to'g'ri kelmaydi, naqdga sotiladi, 43 ming baholaydi. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'rasizlar. Shunaqa kottej so'ragan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ulgurmay qolman, sotilib ketib qopti, shunaqa variantda chiqsa yeting deganlarga tez jo'natib qo'yamiz, ulgurib qolinglar.